Assalomu alaykum. Bismillah deb ana ertalabdan chiqdik. TikTokdan bitta aka yozuvdilar, ish bor, odam kerak deganlariga, aka borib ko'rmasam, sharoitlarni ko'rmasam turib video qo'ya olmayman degandim. Kelib ko'ring bo'lmasam deganiga sekin mana chiqib boryapman. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi akalar? Mana Lodus shahrida katta bir obyektga kelganmiz. Mana shu yerda 10 ta 15 ta ishchi kerak deyishyapti. Hozir polni kelib ko'rdik. Bugun shanba bo'lishiga qaramasdan bolalar hozir narigi obyektda ishlashyapti. Burchatka bor, faqat ob'yomga ishlaydigan bolalar bo'lsa, brigadasi bo'lsa, farqi yo'q, aloqaga chiqsalaring. Ish ko'p. Mana shu yugurib ketayotgan aka brigadir bo'ladi, o'zbekistonlik. Samarqandda mana ikkita paylak hazillashib yurishibdi. Ish ko'p akalar. 3 dan 4 ta obyekti bor, maktab qurilishi bor, mana kottejlarning qurilishi bor. Burchatka deysizmi, chertyoj deysizmi, malyarka deysizmi? Hamma sohadan bor. Akani qaranglar, o'sha paylaklar bilan yurib, aka-uka bo'lib ketgan. O'rtada mana shu aka bor, hostel bor, yotoq joy bor, mashin bergan. Mana shu aka o'rtada turib beradi, xudo xolasa. Bolalar mavzu bor, bolalar bilan ham gaplashamiz. Qancha oylik chiqadi, ob'yomga, qanday ishlaydi, davolnimi bolalar, davolni emasmi? Chekiga olib ham so'raymiz, o'rtada ham so'raymiz. Xudo xolasa mana shu yerda polni biznikilar ishlashadi inshaalloh. Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun ikkinchi obyektga keldik. Bugun sana 3-yanvar. Bizni polni o'zbeklik bolalar ishlar ekan. Mana bu obyekt qilishga joylari, buni kilonkalar bilan yopib, hozir obyekt qilishyapti bolalar. Hozir obyekt qilib bo'lgach, har biri bilan gaplashamiz, xudo xolasa. Ishchilarga bitta, ikkita, uchta, ikkita bus, bitta Opel bergan. Uyga borib kelish uchun. Yotoq joylar zo'r deyishyapti. Bitta xonada 2 kishi yotyapmiz. 3 etajli hostel ekan, polni olgan ekan firma. O'sha yerda ikkita oshxonasi bor, sharoit zo'r. Uni ham videosini qo'yamiz. Mana shuni noldan bizni o'zbeklar ko'targan, noldan. Fundament, mana bu gazobloki, betonini ham, boshqasini ham hammasini mana noldan bizni bolalar qilgan. Hozir men kelganda mana shu yerda ikkita aka ishlayotdi. Peregorodga qilib, uylanib bo'lib mana shu yerda ishlashyotdi. Sharoitlar yaxshi deyishyapti. Hozir yana gaplashamiz. Buni telefonda TikTokda men qo'yaman, uni ham videosini. TikTokdan meni chaqirishgandi. Aka video qo'yib bering, ishchi kerak. 3 ta 4 ta obyektimiz bor, maktab quramiz, bog'cha quramiz, kottejlar quramiz, odam kerak deganiga. Aka, men bu gapni telefonda qiladigan ish emas. Men borib ko'rib, gaplashib, bolalar bilan oyligi beryaptimi, bermayaptimi, sharoiti qanday, ko'rmasdan turib qo'ymayman deganimga aka majburman. Keldim, mana hozir polni bolalar bilan gaplashaman. Kim qancha oylik oladi, nima qiladi, qanaqa odamlar, firma qanaqa, Polsha dokumentini qilib beradi, hammasini qilib beraman dedi telefondan. Endi mana shuni realni bolalar bilan gaplashib aniqlik kiritamiz. Mashinlar berilgan, yotoq joy bor, dokument qilib berar ekan. Hammasi yaxshi. Endi bolalar bilan gaplashib ko'ramiz. Mana ustakalar obeddan chiqdi, inshaalloh ishni boshlashdi. Nima deysiz, mana shu keladiganlar, mana ish joy, obyekt ko'p ekan. 10 ta 15 ta bola ekan. Nima deymiz? Endi katta sovuqroq-u, lekin zo'r. Ish qilyapti mana. Avionni bosib yuribmiz. Mana Ish zo'r. İş fakat abi oldu. İşler kerak zo'r. Yotar joyimiz zo'r. yotoq joy qanaqa u? Yotar joyimiz shunday hostel. Ya. Polshadagi turgan hostellarga o'xshagan aslida. Men hali borib video olaman, xudo xolasa. Mashinlar berganmi ishga borib kelishga? Mashin beriladi, ichiga boyagi savarkasigacha o'zlari solib beradi. O'zlari solib beradi. Faqat pitaniyamiz o'zimizdan. Pitaniya endi o'zimizdan bo'ladi. Ko'proq pul ishlasa bilinmaydi. Nima bo'lsa? Ko'p pul ishlasa pitaniya bilinmaydi. Ha. Kecha kunduz qimmat ishlaydi. Usta, bu Bolgariyadagilar kelsa dokumenti nima bo'ladi ekan? Chetdan Latviya, Litva, Bolgariya. Dokumentda uni durshoq bo'ladi. Studentskiy yo'qmi sizlarda? Studentskiy qilgan. Studentskiy? Studentskiy qilib qilganlar bor.
mana shu yerda ishlayapti hozir. Bizlar endi keldik. Yaqinda kelganmiz ham ikki ocha bo'lib qoldi. Ha. Zak endi sekin endi bo'lyapti. Ha. Ha bu aviomga ham bu yoq soatga yo'q, ish faqat aviomga. Yo'q, avion. Ha, yaxshimi? Ha, uyga 1,5 ming chiqarsa bo'ladimi oyiga? Bemalol bo'ladi. Mana shuni sabrli bo'lish kerak odam. ha. Birdan bo'lmaydi menimcha. Ha. Sabr qilib ishlasa hamma narsa bo'ladi. Buni ishlayapti. Pulni bersa deyishga unda mashina gidali qilgan joyi bo'lmaganmi? Bermagan. Pulni bermagan joyi bo'lmagan. Yo'q. Yani shu paytgacha hali aytyapman-ku, men ham yaqinda keldim, lekin unday narsa bo'lgan yo'q. Pul zadishga bo'ladi. Zadishga qanday bo'ladi? Endi oylab bo'lmaydi-ku. 4 kun, 5 kun. Hamma joyda 10 kun, 15 kun uzoq bilan. Ha, shu chiqib pulimizni nima qilib kelyapti, olib kelyapti. Kelsa bo'ladi, bolalar kelib ishlasa bo'ladi. Ha, yaxshi. Chalim o'tamiz. Ha, mana shu yerda men tojikistonlik akam ishlargan. Aka, چند سال بازدن اینجا کار میکنه؟ ما حاضر قریب 3 ماه شده همینجا دیگه. از کجای تاجیکستان شما؟ ما اخوجان بشم. اخوجان گپ نیست. چی میگوید همون تاجیکستانی برادرها چی میگوید؟ من اومده کار هست، دکومنت چی خوب ماشین؟ کار خدا و شکر هست، کار کلیم میشه. کار آبیون به جای خوب میتیاد. رفت آمد با ماشین میتیاد. سنر کشه ریخته میتیاد. کارت هم حرکت کند تا 1,500 2,000 رای کند میشه. تاجیکستان با؟ من تو ای تاجیکستان هم آدم کار میکنه. این آدم های ازبکستان نه همیشه. شما ای تاجیکستان هر اوکراین هر خیلی ملت ها کار کرده هستن. ای گامیز کارت پاپی دکومنت بیام پول میتید می؟ نه اینجا نه کارت پاپی تا فیلم خودش نمیکنه. کار میتید همیشه. میتیاد سپوری دیگه آزید ما. دو خواهد همی 2 ماه پس. نالوگو هم میتید 100%. تمام وابشه از این زیاد چخیل شرایط میشه. اویلگ یکی نیم هزار بیم. همین دو دیله شده روام نروام گفتگو چی میگه دیگه؟ یا کار کنه. تمام دیگه خیلی گپ نیست. باور کنن نکنن من کار همین ریال نیم واقعی من برف با اومده ویدیو نگیریم در کار نمیشه بره. تمام اگر رحمتای کلام. اگه قراره ما hozir hamma yaxshi tarafini bildingda, muammo bormi biron xil? Baribir 100% zo'r bo'lmasa kerak. Endi muammo izlasa muammo chiqaveradi-da endi. Yo'q, endi shu qanday hozirgacha shu paytgacha bo'lgani yo'q. Endi undan keyin qanday bo'ladi? Bir shubhalangan tarafimiz ham yo'q. Bilmadim endi. Vaqti olinglar. Har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi. O'z qayerlisiz aka? Men Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Bu Andijondan ham bor bu yoqda, to'g'rimi? Sirdaryodan ham bor. Ha, hamma joydan. Hamma joydan. Men ko'rganingizni Samarqand, Tojikiston, o'shamiz Qashqadaryo. Yaxta bor vodiyliklar, kelib ketgan odam vodiylik edi. Nariga bekda ham yana 8 ta bola bor deyishyapti. Shunday. Birga turasizlarmi? Nima tuttu? Turayotgan joyimiz ko'p. Ikkita hostel bor-da. Bittasi boshqalar, bittasi bizda. Hostelning sharoitlari yaxshimi? Tozami, chotkimi? Chotki, bizda turayotgan joy yaxshi. Assalomu alaykum. Mana hostellarimizni oshxona sharoiti. Qo'lni o'zbeklar yashaydi. Mana choynaklarimizdan ham bilsa bo'ladi. Sharoiti yaxshi, toza. Xuddi shu hostel bu birinchi kuxnisi, bu ikkinchi kuxnisi mana. Bunisi sal kichkinaroq kuxna ekan. Bunisi boy kirib ko'rdik, kattaroq. Mana xonalarimiz 3 kishilik. Mana shunaqa issiq atablenlar bor. Bitta futbolkacha yurishibdi. Mana bu turadigan joy, xoladelnigi bor, отдельно har kun kiyimlar shkaf. Shu o'zimizning o'zbek xonalardan tashkil topganda sharoitlar yaxshi, issiq xona, samigalarni. Mana xudo xolasa hostelimizga bahorda sokchilarni ichib, shashlikchalarni qilib, soyani tagida dam olamiz. Bozor kuni ishdan tashqari kunlari. Sharoitlari yaxshi.